Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Davlatov. Xudo xolisa bugun juda ham ajoyib qiziqarli videolar olishga harakat qilamiz. Albatta videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, albatta bizning kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosish esdan chiqmasin. O'tgan safargi videolarda biz Open Pack juda ham qiziqarli, mana Ronaldo, Messilar juda ham ajoyib tarzda full qilgan edik. Uni bemalol profildagi videolardan bemalol ko'rishlaring mumkin. Albatta kimgadir shunaqa barcha delisi xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizning Telegram kanaliga qo'shilib albatta yozishlaring mumkin. Xo'p, demak biz davom etamiz. Bilasizlar, Davlatov 5577 yozsalaring chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Tak, hozir biz faqat mana shu akkauntni full qilamiz. Sariq o'yinchilarda faqat ya'ni tepasiga beradiganlarni olib qolamiz. Qolganini sotib olsak ham bemalol bo'laveradi. Tak, misol uchun Rafiniyani sotish kerak, chunki u keyf emas. Chunki misol uchun Mbappélar tepasi 400 bo'ladi, Rafiniyani tepasi 300 bo'lsa, keyin pasiga bersak ham bo'ladi. Shuning uchun o'ylab asta-asta hali bularda ham full qilamiz. Asta-asta misol uchun Abdulqodir Husanov qoladi, chunki tepasiga bersak ham bo'ladi buni. Chunki mana kanserlar umuman keraksiz o'yinchilar bizga. Buni bemalol sotib olsak ham bo'ladi. Tak. Xo'p, yana kimni sotib olamiz? Misol uchun Son mayli qolsin, Griezmann mana shu normal o'yinchilarni olib qolish kerak o'zi, chunki kerak emas, juda ham kuchli o'yinchilarni olib qolish kerak. Xo'p, mana buni ham sotib olamiz. Tak, yana kimlar sotib olamiz? Fernandes, o'sha markaziy himoyachilarni hammasini sotamiz, chunki ularga pas va kontrol kerak. Bukayo Sakani ham sotamiz. Bu qanot hujumchilar misol uchun. Alvarez Qosim mayli. Dias ketadi, Salohlar ketadi, Jahonoglu ketadi, Declan Rice ketadi, Rodri ketadi, xo'p, Dominik Szoboszlay ham ketadi. Qolganlari tepasidan 400 chiqadigan. Misol uchun Messilar ham ketadi, chunki Messilarga unchalik bersak tepasi yaxshi bo'lmay qoladi. Misol uchun Grimaldo qolsin mayli. McTominay ham albatta ketadi. Florian Wirtz ham ketadi. Kevin ham albatta. Bularni albatta sotib olamiz hali. Bemalol sotib olib full qilsak bo'ladi. Bularni hali shoshilmay asta-asta. Lautaro qoladi va hech ham ketish yaxshi. Bularni asta-asta hali alohida full qilamiz bularni. Bu safargi videomiz birinchi qism bo'ladi. Ikkinchi qismni hali endi qo'yaman. So'ng Ronaldoni ham sotamiz. Ikkinchi qismini endi qo'yaman. Kirib bemalol ko'rishlaring mumkin. Bu birinchi qism bo'ladi. Birinchi qism mana bugun chiqyapti. Ikkinchi qism ham albatta mana shu videoning ikkinchi qismi, xudo xolisa, bu markaziy himoyachilarda faqat fitness emas, texnika beradigan o'yinchilarni birdaniga bilan full qilamiz. Misol uchun Vinicius ham sotsak yaxshi bo'ladi. Bu yerda Dembele, misol uchun Yamal kerak emas. Rafinha, Olisselar ham kerak emas. Chunki biz tepasini 100 qiladigan o'yinchilar qolishi yaxshi. Bo'ldi menimcha. Tak, hozir mana qora o'yinchilarni chetga olamizda, sariq o'yinchilarni joylashtirib chiqamiz. Xo'p, Alvarez hujum. Martinez ham hujum. Pamenako himoya. Pocho ham himoya. Turam ham hujumga qo'yaveraylik bularni. Navst ham olamiz va Donnarummani bu tarafga qo'yamiz. Tak, yana kimni alishtirsak bo'ladi? Marquinhos qo'yish kerak. Tak, yana kimni qo'yamiz? Mbappé bu tarafga, Haaland bu taraf, Alvarez markaz. Himoyachilar Di Marco, Mendesimiz bor ekan. Pochoni ham full qilamizmi? Pocho bu qayerlik? Xo'p, mayli full qilamiz, bu zarar yo'q.
Gabriel, Van Dijk, Hakimi bu taraf. Xo'p, yana zaxiramizda darvozabonlar Husanovni ham bu tarafga qo'ysak yaxshi bo'ladi menimcha. Kimning o'rniga? Marquinhosning o'rniga. Bu tarafiga endi bemalol fitness bersak bo'ladi. Season pass ham ochamiz biz. Bemalol bizning DLC Davlatovga yozsalar, albatta ochib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib darvozabonlarni full qilsak menimcha yaxshi. Qora o'yinchilarni albatta zaxiraga qo'ydik. Endi sariq o'yinchilarni mana shu akkaunt fullga keltiramiz. Xo'p, golkiper Donnarumma bor bizda, Alisson bor, Zommer bor. Ikkitalik kuchaytirgichdan beramiz. Alisson hamda Zommerlar kuchaymoqda. Yaxshi, mana 93 holati. Yana beramiz. Alisson va yana Zommerlar juda ham ajoyib. Xo'p, yana beramiz. Zommer, Alisson juda ham ajoyib. Alisson, Zommer, Alisson 87, yan Zommer 85 holatiga yetib kelmoqda. Gianluigi Donnarumma 87 bo'lsa kerak, 86 bo'lib qolmoqda va 88 Donnarumma. Alisson mana 89 bo'ladi va Yan Zommer esa 86. Talikdan berib qo'yamiz va bonus bizga kuchaytirish berilmoqda. Alisson 90, Gianluigi Donnarumma esa 90. Necha 88 yaxshi. Bizga bu akkauntimizga olmosimiz hozir 39500 olmishdi ekan, 2,5 million tangamiz bor ekan. Yaxshi. Xo'p, Alisson va Donnarumma. Alisson уже full bo'ladi menimcha, yana bitta olsa yaxshi. Yalnız Zommerlarga umuman tegmayapti. Endi mana 87 holatiga kelmoqda. 3 ta darvozabonimiz bor. Keylernamiz alohida full bo'lgan 85 holatiga. Kuchaytirishini ko'rsatayim sizlarga. Mana juda ajoyib 100 holati. Xo'p, davom etamiz, chalg'maymiz. Oblak ham bor edi bizga. Ajoyib, yana Oblak ham bor edi. Xo'p, biz 105 ta liniyalarni kuchaytirishni ishga solamiz va bizga Yan Zommer, Donnarumma, Alissonlar full bo'lmoqda. Juda ham ajoyib. Mana juda ham normalniy. 3 ta darvozabonimiz full bo'ldi va bizga Oblak ham bor ekan. Oblak ham endi full qilishimiz kerak. Olmosimiz ketib qolar ekan. Iloji yo'q. Bu akkauntni bugun biz full qilishimiz kerak. Oddiydan bersak full bo'ladi va ajoyib. Mana Yanog'lik ham 90, 88 juda ham ajoyib. Juda ham reaksiyasi normal o'yinchilardan bu. Xo'p, oddiy kuchaytirgichlarni berish kerak birinchi tezroq. Mana hammasi misol uchun mana Lewandowskilar ham tepasiga bersa ma'qulda misol uchun. O'shaning uchun men hamma o'yinchilarni bu faqat texnikal beradigan o'yinchilarni sotib oldim, faqat fitnessga beradigan o'yinchilarni asl qo'yganman. Mana hozir hammasini birdaniga full qilamiz alohida. Normallik kuchayadi, chunki bunda aralash bo'lib qolmaydi. Husanov ajoyib. Bizning Telegram kanalimizga o'tsalaring juda ham turli aksiyalar bo'ladi. Misol uchun season passga aksiya bo'ladi yoki turnirlar qilamiz bemalol, tekin season passlarni bemalol olishlari mumkin va bizda Gyökeres hamda Harry Kane juda ham ajoyib. Di Marco hamda William Saliba. Yaxshi, Di Marco ham juda ham yaxshi o'yinchi. Menga juda yoqadi. Pacho va Van Dijk. Bu ham PSG hamda Liverpoolning asosiy darvozabonlaridan biri va Abdulqodir Husanov va Kylian Mbappe hamda stamina darajalariga berilmoqda. Yana ikkitalik berib ko'ramiz. Bremer hamda Grimaldo. Yaxshi, Bremer albatta Juventus markaziy himoyachisi. Ajoyib, mana Turam hamda Gyökeres.
yaxshi Martinez, Lautaro Martinez hamda Di Marco, Federico Di Marco. Ikkalasi ham Milan vakili, Marcus Thuram ham Milandan va Pocho bilasizlar PSGdan. Husanov hamda Harry Kane ajoyib. Hakimi va Lewandowski. Delisi haqida ham har qanday savollaring bo'lsa, bizni kommentga bemalol yozishlaring mumkin. Misol uchun, aka bunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti. Har xil savollaring bo'lsa, bemalol yozishlaring mumkin. Albatta imkon qadar hammaga javob yozishga harakat qilaman. Instagram kanalimiz hozirda 6 minutdaga yetdi. Delisi Davlatov deb qidirsalaring Instagramimiz delisi.davlatov deb qidirsalaring chiqadi. Ularga unda ham juda ham qiziqarli shortslar qo'yib boramiz. Hakimi Gabriel, Husanov hamda Marcus Thuram ajoyib. Lewandowski va William Saliba. Pacho hamda Lewandowski. Upamecano hamda Kylian Mbappe. Baribir ikkitalik kuchaytirgich futbolchilarni yaxshi kuchaytirmaydi-da. Yaxshi emas, tezroq kuchaytirmaydi. Legendarniy bersak juda ham tez kuchaytiradi, bilasizlar. Shuning uchun asta-asta 60 yaqin kuchaytirganimiz bor. Agar yetmasa, yana to'plab bemalol biz full qilishimiz mumkin. Grimaldo va Marcus Thuram. Bizga bonus kuchaytirgich +3 darajasi. Nuno Mendesning tezligi 100 holatiga keldi. Birinchi marta bizga 100 holat. Yaxshi, yana davom etamiz. 59 ta qolibdi va Marquinhosga birinchi marta kuchaytirgich tegmoqda. Ajoyib. Ashraf Hakimi Marokash va Lautaro Martinez Argentina. Marquinhos, Erling Braut Haaland ajoyib. Erling Haalandni bilasizlar, Instagram kanali 60 millionga yetdi. Juda ham ajoyib, chunki u jahon chempionatida juda ham yorqin o'yinlar ko'rsatganidan keyin yaxshi o'sishga erishdi Erling Braut Haaland va mana bizga Julian Alvarez bilasizlar, delisi bilan hamkorligi bor. Rafinha hamda Julian Alvarez Instagram kanaliga post qo'ygani, posti juda ham chiroyli bo'lgan. Marcus Thuram va Bremer ajoyib. Legendarniy kuchaytirgichlardan beramiz. Bremer, Hakimi va Alvarez ajoyib. Yana legendarniy kuchaytirgich. Di Marco, Upamecano va Erling Braut Haaland ajoyib. Yana 3 talikdan beramiz. Gyökeres, Mendes va Erling Haaland ajoyib. Yana beramiz. Pocho, Di Marco, Lewandowski juda ham yaxshi. Xo'p, yana berib ko'ramiz. Marquinhos, Van Dijk, Bremer ajoyib. 2 ta Brazil va bitta Niderland. Bonus kuchaytirgich berilmoqda. Profildagi videolarni ko'rsalaring bo'ladi. U ham juda ham qiziqarli video bo'lgan. Ronaldo, Messilarni kuchaytirganmiz. Yana bizga bonus kuchaytirgich berilmoqda. Haaland hamda Mbappe, Saliba ajoyib. Yana bonus kuchaytirgich Gyökeres, Mendes va Grimaldo juda ham yaxshi. Yana ajoyib kuchaytirgich Lewandowski, Alvarez va Federico Di Marco. Bunaqa videolarda ko'p chiqishni xohlasangiz, albatta videoga like bosish hech qachon esingizdan chiqmasin, jigarlar. Wow, ajoyib. Marquinhos, Lewandowski, Julian Alvarez ajoyib.
Gabriel, Di Marco, Nuno Mendes, Kylian Mbappe hamda Van Dijklar. Marquinhos ajoyib va Nuno Mendes yaxshi. Juda ham normaldi. Marquinhos, Upamecano va kim? Kylian Mbappe. Xo'p, ikkitalikdan beramiz endi. Chunki yetarlicha olmos berdik. Va yana bizga bonus kuchaytirgich berilmoqda. Bremer hamda Marquinhos 95 holati. Van Dijk hamda William Saliba. Ajoyib. Mendesning 82 holati ajoyib, normal Mendes ham. Hovlunddan 300 chiqdi va 400 chiqizga ozgina qolgan. Va Marquinhos 97 holati, Van Dijk esa 200. Juda ham ajoyib. Menimcha birinchi bor Marquinhos full bo'lsa kerak. Alvarezga ko'pdan beri tegmayotgan edi va mana oxiri Alvarez ham kuchaymoqda. Pocho ajoyib. Gabriel. Va mana bizning Abdulqodir Husanovga ham tegmoqda, o'zbekistonlik. Juda ham yaxshi. Gyökeres va Saliba. Van Dijk hamda Ashraf Hakimi. Alvarez hamda Martinez. Va yana bizga bonus kuchaytirgich berilmoqda. Alvarezning tezlanishi 100 bo'ldi va Robert Lewandowskining stir darajasi 100 hozircha. Yaxshi. Lewandowskidan menimcha hozir 400 chiqmasa ham kerak. Bremerdan ajoyib, normal. Kylian hamda Grimaldo. Fransiya bilasizlar, Ispaniyaga 2-0 hisobidan mag'lubiyatga uchradi va turnirni tark etmoqda. Turnirimiz jahon chempionatini 3-o'rin uchun kurashadi endi. Nuno Mendes hamda Hollandda yana bitta kuchaysa 400 chiqadi va shu bilan fitness bersak ajoyib holatga yetib keladi. Mana full. Full ajoyib. Marquinhos ham yana bitta kuchaysa menimcha уже full bo'ladi. Va 99 Kylian ajoyib. Martinez yaxshi. Martinezdan 400 chiqara olsa kerak menimcha. Lewandowski hamda Van Dijk. Ashraf Hakimi, Pocho va yana bitta legenda uni kuchaytiramiz va bonus kuchaytirib bizga berilmoqda. Plus 4.5 yaxshi, уже normaldi mana shunday. Arabada yaxshi Harry Kane, Dayot Upamecano ajoyib. Hakimi, Harry Kane va Van Dijk ajoyib. Alvarez 100 bo'lmoqda, ajoyib. Mendes va Grimaldo. Hakimi, Grimaldo va William Saliba. Husanovga ko'pdan beri tegmayotgan edi va mana ikkitalik va birinchi marta bizda full. Federico Di Marco ajoyib tarzda full bo'lmoqda va tezlanishi 98 bo'lib qoldi tezligi, lekin normal, yaxshi.
Hakimi va Marcus Thuram. Alvarez va Grimaldo. Alvarez 97 holati, kuchi. Martinez va Abdulqodir Husanov. Kane va Alvarez. Alvarez ham yana bitta bersak, o'sha full bo'ladi. Upamecano va Van Dijk. Upamecanodan 4 ta bemalol 100 chiqadi. Pachodan ham. Albatta Harry Kane'dan ham bemalol 4 ta chiqarsak bo'ladi. Dayot Upamecano va ajoyib. Harry Kane'ning tezlanishi hali 79 suratiga qolib ketgan. Dayot Upamecano ajoyib. Harry Kane va William Saliba. Va yana bizga bonus kuchaytirish berilmoqda. Yaxshi. Kim? Hakimi, Gabriel va Pachodan 4 ta 100. Hakimi esa 96 ajoyib. Gyökeres va Mendes. Harry Kane va Gyökeresga berilmoqda. Bu tarafdan Bremer hamda Grimaldo ajoyib. Husanov va nihoyat. Marcus Thuram va Lautaro Martinez. Yaxshi, mana Van Dijklar ham juda ham ajoyib. Menimcha 4 ta chiqadi bemalol Van Dijkdan ham. Juda ko'pdan beri mana shu o'yinchi full qilishni kutgandilaring menimcha. Endi keyingi qismdagi videomiz ham bemalol o'yinchilarni kuchaytirish holatida bo'ladi. Albatta videoni kim birinchi ko'rsa ko'proq komment yozishga harakat qiladi deganlar. Chunki videoga o'tishi juda ham oson bo'ladi. Van Dijk, Husanov ajoyib. Thuram, Grimaldo. Yaxshi. Thuram. Grimaldo 100 chiqara olamizmi? Van Dijk va Gyökeresdan 4 ta 100 mana chiqmoqda. Ajoyib. Upamecano va Gabrieldan bemalol 4 ta 100 chiqadi, lekin tezlanishi qolib ketgan. Gabriel Harry Kane'ga o'xshab. Yaxshi, xo'p, davom etamiz. Lewandowski va Gabriel. Lewandowski mana yaxshi, normal Lewandowski juda ham chiroyli. Martinez hali bor, yana bitta bersak, Martinez tepasidan 4 ta chiqqan bo'ladi. Mendes hamda Lautaro Martinez. Hakimi ham bu tarafga qolib ketgan. Ajoyib, mana Hakimi ham 100 holati, 4 ta 100 holatiga yetib kelmoqda. Bu yoqdan Bremer ham tezlanishi qolib ketgan, bu ham 100 bo'ladi va Martinez yana bitta bersa tezligi ham 100 bo'lishi va ajoyib. Lewandowski full 95 bo'ladi, 96 juda ham normal, juda ham yaxshi Lewandowski, rahmat senga. Va yana bizga bonus kuchaytirish berilmoqda. Saliba va Bremerlar ajoyib. Bizga gideta 30 ming olmos qolsa, mana shu akkauntda olgan o'yinchimiz ham, obunachimiz ham albatta akkauntga shu yetarlicha olmos qoladi, bemalol ishlatib xohlagan o'yinchilarni full qilsa bo'ladi. Lekin biz mana shu DLC 26 dagi eng ajoyib o'yinchilarni sizlar bilan birgalikda full qilamiz va Van Dijkdan 4 ta 100. Salibaga yana bitta bersak 4 ta 100 chiqadi va Abdulqodir Husanov ham bemalol 4 ta chiqarsak bo'ladi. Harry Kane, Gabriel ajoyib. Mendes
400 ajoyib. Salibadan ham 400 va Bremer 93 mi? 92 holat. Markus Thuram ajoyib. Gabriel ham tezlanishi 86 holatga qolib ketgan. Harry Kane ajoyib 93 va 88 holatda. Va Alexander Grimaldo ham full bo'lmoqda va 99 bo'lib qoldi. Yaxshi, normalli. 99 bo'lib qoldi tezlanishi. Yaxshi bo'ladi, normalli ish qilib o'ynatsa bo'ladi bularni hammasini. Hali shuncha bor ekan full bo'lmagan o'yinchilarimiz. Dayot hamda Bremer 99 bo'ldi Dayot va 100 holat ajoyib. Harry Kane va Bremer ajoyib. Yana ikkitalik kuchaytirgichlarni ishga solamiz. Abdulqodir Husanov hamda Markus Thuram. Mana bitta obunachimiz keyingi video qachon chiqadi deb yozibdilar. Tepadan xabar kelyapti menga. Mana keyingi video endi chiqyapti. Endi bemalol jigarim bizning YouTube kanalimiz profiliga kirib, bemalol xohlagan videomizni tomosha qilishingiz mumkin. Va Bremer ajoyib, Husanov ham 200 bemalol bu 400 chiqarsak bo'ladi Husanovdan. Harry Kane 400 ajoyib. Gabriel hamda Markus Thuram ham qolib ketgan bu taraflarda. Husanov Thuram ana shunday endi almashib kuchayaveradi. Thuramga yana bitta bersak full bo'ladi albatta. Tak, mana Husanovdan ham 300 chiqarib oldik. Gabriel Thuramdan 400 chiqdi. Endi Gabrielni kuchaytirish kerak. Husanov va Gabriel qoldi menimcha yoki bormi yana? Husanovda o'zi qolgan ekan. Endi iloji yo'q, beraveramiz bunga. Necha? 96. Ajoyib. 96, 98 bo'ladi hozir. Yana bitta bersak endi 400 chiqishiga imkon bormi? Bor ekan va Husanovdan 400 ajoyib. Endi menimcha fitness bera olmaymiz. Kim bu? Kylian Mbappejon. Dayot Upamenako ana shunday. Harry Kane va bitta legendarni kuchaytirish beramiz. Harry Kane 99 bo'lib qoldi, lekin yaxshimi Harry Kane uchun bergan edim, lekin Harry Kane'ga o'sha shot darajasiga ko'proq bermadi. Berganiga albatta yaxshi full bo'lar edi. Pacho ajoyib, Husanov normalniy. Holland va Pacho. Tak, Van Dijk hamda Saliba to'p olib qo'yish darajasiga berish kerak-da, lekin bu unday qilmayapti. Mana Lautaro hamda Gyökereslar ajoyib. Thuramning zarbasi kamroq, shuning uchun 90 plus bo'lganda yaxshi va Alvarez mana full bo'lmoqda. Juda ham yaxshi. 400 va udar 90 juda ham mana normalniy mana shular. Juda ham yaxshi kuchaygan Julian Alvarez. Markus Thuram yaxshi. Hollandning o'sha zarbasi hozir 97 bo'lib qoldi. Saliba full bir marta berdi, lekin 95 yaxshi mana normalniy. Pas 85, udar 55, to'p olib qo'yish darajasi, tak liniyasi yana 95 bo'lib qoldi. Ajoyib. Bosamiz yana Gyökeres va Bremer. Juda ham ajoyib, normalniy. Xo'p, bosamiz va Lautaro bizga full bo'lmoqda. Markus Thuram ajoyib. Mana Lautaro ham 400, 88 kontrol, pas 92, udar 96, to'p olib qo'yish darajasi. Endi kerak emas hujumchilarga.
50 bo'lib qolgan va Hollanddan 99 udar va Gyokereshdan 400 va udari 95 holati juda ham ajoyib. Xo'p, Hakimi va Nuno Mendeslar yaxshi kuchaydi. Ular ham tepasi 400 juda ham normalli. Tak, Van Dijk 94 yaxshi. Pacho hamda Upamecano. Menimcha ikkalasi bitta teksa full bo'ladi va Van Dijk mana full bo'lmoqda. Xatiya 95 bo'lganiga menimcha Van Dijkdan juda ham ajoyib Van Dijk ko'rardik. Yaxshi, mana 400 va 94 holati ajoyib. O'zini statistikasi ham 94. Hakimi va Mendes. Ular yaxshi, mana o'sha yana bitta teksa full bo'ladi bular ham. Abdulqodir Husanov va full bo'lmoqda ajoyib 85. Ajoyib normalli Husanov, rahmat senga jigarim. 400 va 85 juda ham ajoyib. 400 normalli. Va mana Pacho ham full bo'lmoqda. Menimcha 93 bo'lib qoldi. Tak to'p olib qo'yish darajasi va 400 va 93 juda ham ajoyib. Bremer ham 400 va 93 to'p olib qo'yish darajasi normalli. Bremer ajoyib. Xo'p, Holland va Gabriel, yana bularga ham bitta bersak full bo'ladi va Nuno Mendes bizga full holatiga yetib kelmoqda. Ajoyib. 400 holati juda ham normalli. Kylian Jon bu tarafda nima qilyapti? Kylian 400 chiqib bo'lgan, Hakimidan ham 400 chiqib bo'lgan. Va bizga Gabriel ajoyib 96 holati. To'p olib qo'yish darajasi 96 holati juda ham ajoyib. Gabriel normalli. Upamecano ham full bo'lmoqda. Bu tarafda Kylian. Upamecano 91 400 holati juda ham ajoyib va Holland hamda Marcus Thuram ham full bo'lmoqda. Hollandning to'p kontrol 95 bo'lmadi, 94 holatiga qolib ketdi va ajoyib. Hollanddan 500, Marcus Thuramdan 400. Hakimi ham bu tarafda full bo'lmoqda. Kylian ham o'sha yarim full. Kylianning bir o'ziga endi berilyapti menimcha, yaxshi. Kylianning udari 100 bo'ldi va pas 94 holati. Va mana full bo'lmoqda. Kylian, Mbappe 400, pas 95, kontrol 97. Va mana bizga full bo'lmagan o'yinchi qolmadi. Hammasi full bo'ldi. Birin-ketin endi hammasini tanishtiramiz zaxiradan boshlab. Marquinhos 400. Jan Sommer statistikasi ajoyib. Oblak ham normalli 90 holati. Grimaldo bitta o'xshamay qolgan 300 desak ham bo'ladi buni. Bremer 400. Donnarumma juda ham ajoyib kuchaydi. Nuno Mendes 400. Gabriel 400. Van Dijk 400. Hakimi 400. 500 desak ham bo'ladi Harry Kane'ning. Marcus Thuram 400. Gyokeresh 400. Kylian 500. 90 holati ajoyib. 400 va 90 holati ajoyib. Brown Jondan 500. Saliba 400. Pacho 400. Upamecano 400. Lewandowski 300. Lautaro 400 va bu ham degda 300 desak ham bo'ladi. Alisson ham juda ham normallik va Abdulqodir Husanov juda ham ajoyib 400 holatiga yetib keldi. Akkauntimizni full qildik. Juda ham ajoyib. Mana shu o'yinchilarni hammasini olib sizlarga full qilib berdim. Endi xudo xolasa yarim himoyachilarni olib bemalol sizlar bilan birgalikda hammasini birin-ketin full qilamiz degan umiddaman. Hozircha xayr jigarlar. Salomat bo'ling. Videoga like bosib albatta kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozircha xayr jigarlar.